Erkak o'z xotinini uxlab yotganda o'pishi jazoga tortilishiga sabab bo'ladi. Menga qaranglar, qayerdan chiqaryapsizlar bunaqa qonunlarni? Hayronman. Qayerdan chekyapsizlar bunaqa yovvoyi nasha chekyapsizlarmi? Jalab, nima bo'lyapti? Menimcha qonun chiqargan otamni ham bor-ku, dadasi xotinini o'pmagan shekilli jalab. Yo'q bana buru. Yo uylanmagan ham bo'lsa kerak. Nima qilaylik endi? Bo'lmasa anovi zaks periodi opalarga ham deb beringlar. Uylangani 8 dan o'tgani borganda xotiningiz bilan o'pishmaysiz. Har xil g'alati qiliqlar qilmaysizlar. Mana shu billa er xotin bo'lib yursalang bo'ldi. Bolani laylay tashab ketadi desin bo'ldi. Bo'laveradimi? Chiqaryapsizlar qonunni bila bor-ku, sizlar nima yovvoyi nasha chekyapsizlar, nima qilyapsizlar? Bu dalabalardan olib kelgan nashalar chekmanglar, aynanaylar. Iltimos sizlardan hamma 13 ta qonuni sizlarga, iltimos, qoyili ham sizlarga. Aynanib ketdi. G'idish qonun chiqarayotganlarga.